Timerimizni ishlatib ko'rsatamiz, diqqat bilan ko'ring. 3 sekund ishlab turadi, 6 sekund o'chadi. Mana avtomatni yoqamiz. Mana ishlayapti. Xohlasangiz 4 soat ishlaydi, 3 soat o'chib turadi. 10 grafka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu kontaktorimizni ishlatib ko'rsatamiz. Bu ham dvigatellar uchun. Mana bu timerimiz. Buni ham ishlatib ko'rsatamiz. Necha sekundga qo'ysa qo'shadi. Bizni kuzatishda davom eting. Yanagi videolarimizda iverlarni ham ishlatib ko'rsatamiz. Mehmonxona, to'yxonalarda svet o'chib qolsa 2 sekundda dvigatel ishga tushadi, ya'ni chiroq yonadi.